hazillashib nikoh qilsa nikoh bo'ladi. Hazillashib. Yaqinda bir misolni ko'rdim, shuning uchun aytayapman-da. Men nomlarini ham bilmayman shu ba'zi artistlarni-da. Bu millionda chiqib bittasini nikohladi. Kim o'sha u? Ana ayol. Siz tanimaysizlar? Nikohladi-yu sahnada turib olib, yaqinda o'sha Luiza Rasulova deyapti. O'shami? Luiza Rasulova deyapti. Shuni bitta bolaga nikohlashdi. Luizani eri bormi yo'qmi? Yo'q. Hozir eri bor. Shariat bo'yicha eri bor uni. Shariat agar musulmonman desa, o'sha bola uni eri. Bu yerda hech qanaqangi qochadigan joyi yo'q. Bu rol o'ynaydimi, boshqa narsa qiladimi, shariatning nikoh degan narsasiga jiddiy qarash kerak. O'yinchoq emas bu din. O'yinchoq emas, bitta artistni noto'g'ri qilgan gapiga qarshi gapirsak, chiqib olib shallaqiliq qilyapti. O'zini sha'ni uchun. Bizni dinimizni sha'ni oyoq ostimi bizni dinimiz? Nimaga o'yin qiladi sahnaga chiqib olib? Kim unga ruxsat berdi bizni dinimizni oyoq osti qilishlikka? Boshqa kuldiradigan narsa yo'qmi? Hazillashib qilgan nikohi roziman dedi. O'sha yerda men eshitdim. Roziman dedi. Men o'zim bag'ishladim, men qabul qildim dedi. Pastida qancha odam sig'adi o'tdi? 4000-5000 bordi. 4000 odam guvoh. Luizani eri bor. Taloq qilmasa u yashashga majbur. Agar musulmonman desa. Yo'q, men musulmon emasman desa, meni dinimga tilinglarni uzatmanglar, iltimos. Meni dinim bilan hazillashmanglar. Bu 95% musulmon yashaydi. Bizning dinimiz bu. O'shaning uchun bunaqa narsalarni hazillariga o'zi dindan chiqish masalasida ochiq oydin kufr kalimani aytish odamni musulmonchilikdan chiqarib yuboradi, hali aytganimizdek. Yana bittasi dinni masxara qilsa dindan chiqib ketadi. U biz masxara qildik desa dindan chiqadi ular. Yo'q, masxara emas edi desa, unda xotini bor uni, ana bolani. U unga nikohlanib qoladi. Ha, shariatni masxara qilib bo'lmaydi. Shariatni hazil qilib bo'lmaydi. Chunki Qur'oni Karim nima dedi? Innahu laqawlun fasl dedi. Va ma huwa bil hazl. Bu Qur'on, bu shariat keskin gap bu. Bugungi suhbatdan xursand bo'ldik. Ustozlardan juda ko'p manfaat oldik va sizlarning vaqtinglarni olganimiz uchun bizlarni ma'zur ko'lasizlar. Inshaalloh mana shunaqangi ilmiy suhbatlar bardavom bo'lishini tilab qolamiz.